Mayli rais bova, rahmat. Bo'pti, sog' bo'ling. Assalomu alaykum aka. Keling. Mahallani raisi sizmisiz? Ana, mahalla raisi hozir akamdan ko'raman. Keling. Bitta o'zingizmisiz? Qolganlar qayerda? Erta bilan biz har kuni erta bilan mahalla yettiliga suhbatlashib, ishlarni bo'lishib olib, hamma hozir mahalla oltilari o'z ishlari bilan ko'chaga chiqib ketishgan. Mana men hozir o'zim ish bilan ko'chalarga aylangan chiqyapman. Ishim zarur. Ko'chada gaplashib ketsak bo'ladimi? Albatta. Haqiqatan ham ko'rib turibmiz rais buva, mahallangiz o'z nomiga munosib, obod mahalla ekan. Rais buva, mahallada ishlash qiyin emasmi? Endi qizim hozirgi kunda mahallada ishlash qiyin emas, ham sharafli, ham mashaqqatli. Mana misol uchun mahallamizda 22 ta ko'cha bo'lib, hamma ishlarimiz, ko'cha boshlarimiz bor. Ko'cha boshi ham fikr, ham nafas bo'lib birga ishlarni olib boramiz. Mana shu ish faoliyati davomini 2022-yilda boshlagan bo'lsam, mana shu 22 ta ko'chamizda asosan 10 kilometr shag'allashtirildi, 3 kilometr ichimlik suv bilan ta'mirlandi. 2 ta transformator yangi qo'yildi. Shularni birgalikda olib boryapmiz. Har kuni erta tongdan 6:30 soat 8 gacha har kun 4 ta 5 ta ko'chalarimizni aylanib, avvalasi xonadon tinchligi, ko'chalarimiz obodligi va yo'qsa mahallamizda asosiy driverimiz hozirgi kunda ishlab chiqarish, qandolatchilik, pishiriqchilik, hamda nonvoychilik. Shular bilan birgalikda tomorqa unumli foydalanish ishlarini olib boryapmiz. Hozirgi kunda asosan xonadonlarimizni tomorqadan tomchilatib sug'orishlardan yo'lga qo'yganmiz. Rais buva, yana bitta iltimosim bor. Yuqorida aytib o'tgan tadbirkorlarning ish jarayonlarini ko'rsak maylimi? Bo'ladi, yuring qizim. Bugungi kunda shu berilgan imkoniyatlardan yurtboshimizga minnatdorman. Mana shu yurt mahallani farzand ekanidan faxrlanaman. Rais buva, juda ham chiroyli fikrlarni berdingiz. Bunday mashaqqatli kasbingizda omad va zafarlar tilaymiz.